Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sizlar bilan Pseudo Expert Food kanali va bugungi ko'rsatuvimiz Chempionlar Ligasiga bag'ishlanadi. Chempionlar Ligasida xabaringiz bor, Angliya klublarining 6 tasidan 4 tasi turnirni tark etdi va barchani hayron qoldirgani bunday yomon natijalarni biz aynan City va Chelsea klublaridan kutmagan edik. Newcastle va Tottenhamning masalasi nisbatan ma'lum bo'lsa-da, ammo Chelsea va Manchester City bunday kurashlarsiz boy berishi barchani hayron qoldirdi. Yaxshi yangiliklardan Arsenal hamda Liverpool keyingi bosqichga o'tdi va ushbu klub muxlislarini barchasini tabriklab qolamiz. Keyingi bosqichga o'tganlari bilan endi umumiy to'xtalib Angliya klublarining Chempionlar Ligasidagi ishtirokiga to'xtaladigan bo'lsak. Nimalar sodir bo'ldi? Nima uchun bunday natijalar ko'rsatildi? Nima uchun bunday muammolar va shunday maqtanib kelayotgan Angliya klublari nima uchun juda yomon o'yin namoyish etishdi? Keling Manchester Citydan boshlaymiz. Manchester City aslida Real Madridga qarshi maydonga tushmoqda va Cityning o'zining yetarlicha muammolari bor. O'yin borasida De Bruyne ketganidan keyin jamoa baribir eski holatiga qayta olayotgani yo'q, eski formasini yig'ib ola olayotgani yo'q. Holland o'z formasini yo'qotgan va Hollandning yaxshi o'yin olmayotganligi jamoaga qanchalik ta'sir qilayotganligini biz ko'rib turibmiz. Undan keyin lekin raqib aslida Real Madrid edi. Real Madrid ham juda yaxshi sport formasida emas aslida. Muammolar talaygina o'yinchilar bilan va hatto jamoa o'z lideri Mbappesiz maydonga tushdi. Guardiola bu yerda taktika jihatidan yoki boshqa jihatdan boy bergani yo'q. Aynan jamoaning charchoqi tufayli menimcha boy berildi. Cityning taqvimi bilan Real Madridning taqvimini solishtiradigan bo'lsak, ikki jamoada ikki xil taqvim. Cityning har bir o'yini Premier Ligadagi o'yini bu chempionlik uchun kurash bo'lib keldi. Real Madrid bilan o'yingacha. Aslini olib qarasangiz, har bir o'yinda jamoa g'alaba uchun harakatlanishi shart edi va 90 daqiqa yugurar edi. Real Madridda vaziyat unday emas. Real Madridda haftada bitta o'yin bor. Haftada ikkita o'yin emas. Manchester Cityda esa haftada ikkitalab o'yin kamida. Liga Kubogi, Angliya Kubogi, Angliya Premier Ligasi va Chempionlar Ligasi. Vaholanki jamoa haftasiga ikkitadan o'yin o'tkazmoqda kamida va bu o'yinchilarning yig'ilib qoladi charchog'i va top klubga qarshi maydonga tushayotganda bu o'zini ko'rsatdi oxir oqibat. Aslida Nottingham Forestlar ham ishtiyoqi Manchester Cityga qarshi maydonga tushayotgan vaqtda ishtiyoqi Real Madridnikidan past emas. Chunki u jamoalar aynan Premier Ligada qolish uchun harakat qilayotgan jamoalar va shuning hisobiga jamoa 100% ga Real Madridga qarshi tayyorgarlik ko'ra olmagan katta ehtimol. Va birinchi o'yinning natijasi va ikkinchi o'yinda Bernardo Silvaning qizil kartochkasi bu o'yinning yakuniy natijasiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Shuning uchun Manchester City bilan biz Chempionlar Ligasida xayrlashdik. Keyingi jamoa bu Chelsea, hayratda qoldirgan jamoa. Chelsea birinchi o'yinda PSJga qarshi juda yaxshi o'yin namoyish etdi. Taktik jihatdan ham albatta xatolar bo'ldi va xatolar evaziga jazolandi va mag'lubiyatga uchradi. To'g'risini aytaylik, 70 daqiqa Chelsea PSJga qarshi teng o'yin ko'rsatib kela olgan edi Parijda. Ammo Londonda jamoa mag'lubiyatga uchradi 3-0 hisobida. Bu yerda jamoaning charchog'i yoki boshqa narsalarni ro'kach qilish noto'g'ri menimcha. Muammo Rasinyorda bo'lsa kerak katta ehtimol. Rasinyor harakat qilmoqda, jamoani o'zgartiryapti. To'liq o'zgartirishga harakat qilyapti. O'yindagi o'zgarishlar, o'yindagi taktik o'zgarishlar hammasi o'ziga yarasha ketmoqda. Ammo katta o'yinlarda Mareskadan farqi, Mareskaning asosiy quroli u katta o'yinlarga jamoani ruhiy va o'yin tomonlama taktika jihatdan tayyorlay olar edi. Rasinyor o'rtacha jamoalarga qarshi yaxshi o'yin namoyish etib keladi, stabil o'yin namoyish etadi. Arsenal bilan 3 ta uchrashuv o'tkazdi va uchalasida ham mag'lub bo'ldi va shuning o'zi uning top klublarga qarshi tayyorgarlik ko'rishida, o'yinchilarni ruhiy tomonlama tayyorlashda muammolar borligini ko'rsatadi menimcha. Va shuning uchun muammo faqatgina charchoq bilan bog'liq emas edi Chelsea'da PSJga bo'lgan mag'lubiyatda.
Endi Newcastle'ga keladigan bo'lsak, Newcastle o'yinida Barselona hamda Newcastle o'yini. Birinchi o'yin juda zo'r bo'ldi Newcastle uchun. Newcastle albatta yirikroq g'alaba qozonishi kerak edi. Yirikroq degan so'z noto'g'ri ishlatilgan bo'lishi mumkin. Albatta g'alaba qozonish kerak edi, ammo unday bo'lmadi. Yamal penaltidan keyin gol urib ketdi. Ikkinchi uchrashuv, Kataloniyadagi uchrashuvga to'xtaladigan bo'lsak, jamoa birinchi bo'limda Barselona bilan teng o'yin ko'rsatdi. Va markazda o'ynagan Tonali butun jamoani boshqara oldi. Menimcha Elanga to'g'ri ikkita gol urdi va eng yaxshi o'yinchi bo'lishga haqli bo'lishi mumkindir Newcastle tarkibidan. Ammo Tonalining maydonni ko'ra bilishi, himoyaga qaytishi, hujumlarni boshlashi Tonalini bizga bu mavsumda boshqa tarafdan ochib bermoqda. Ikkinchi taymga keladigan bo'lsak, ikkinchi taymda jamoa Newcastle maydonga tushgani yo'q meni nazarimda. Jamoa to'liqligicha ustunlikni Barselonaga berdi va bu ham Eddie Howe'ning yuqori pressingda va tezkorlik bilan o'ynashining sababi aslida. Jamoa tejamkor rejimda o'ynashi kerak edi birinchi bo'limning o'zida. Ammo bu ishni qilmadi, o'zining o'yini bilan o'ynadi Barselonaga qarshi va Chelseaga qarshi qiyin uchrashuvdan keyin Barselona bilan 2 kundan keyin jamoa 3 kundan keyin maydonga tushyapti. Albatta o'yinchilar toliqqan, o'yinchilar charchagan va shuning hisobiga mag'lubiyatga uchradi yirik hisobda. Endi umuman Angliyadagi Liga Kubogi, Angliya Kubogi borligi bu tushunarsiz holat. Menimcha birorta kubokni yakunlasa ham jamoalar, aynan top jamoalar bu narsaga qarshi bo'lmas edi. Chunki fizически holatdan jamoalar tayyorgarligiga ta'sir o'tkazmoqda aynan o'sha kuboklar. Endi keyingi uchrashuvimiz bu Tottenham. Nima bo'ldi? Tottenham bilan uchrashuv. Tottenham yaxshiroq ko'rindi, Tudor boshchiligidagi birinchi g'alabasiga erishdi. Nima ham derdik, Tottenhamga omad Premier Ligada qolishini xohlaymiz albatta. Top 6 jamoalardan biri. Chempionlar Ligasida tark etish menimcha birinchi uchrashuvdan keyin aniq bo'lib qolgan edi. Ammo jamoa harakat qildi va iroda ko'rsatdi. Tudor APL darajasidagi murabbiy yoki yo'qligiga albatta ozgina shubhamiz bor bizda. Keyingi uchrashuv bu Liverpool va Galatasaray. Liverpool va Galatasaray uchrashuvi juda zo'r bo'ldi va Liverpool o'zining prime davrini esga oldi. Jamoa to'liqligicha Turkiyadagi bo'lgan mag'lubiyatga javob berdi va ishonchli tarzda g'alaba qozondi va PSG ushbu uchrashuvni ko'rib, Slot aytganidek, Liverpool ularga qarshi kelishiga menimcha ozgina xafa bo'lgan bo'lsa ham ajab emas. Bu o'yinga Liverpool jamoasiga hozir yana to'xtalamiz. Keyingi uchrashuv bu Arsenal va Bayer. Arsenal ishonchli tarzda Ezening juda chiroyli goli va Raisning o'yin evaziga g'alaba qozondi va Arsenal ham keyingi bosqichga o'tdi. Keyingi bosqichda Angliyaning shunday qilib ikki jamoasi qolmoqda. Ikki jamoasining o'yinlari qiziqrog'i albatta Liverpool hamda PSG o'rtasidagi uchrashuv. Liverpool va PSG o'tgan mavsumda juda qiziqarli uchrashuv bo'lgan edi ikki jamoa o'rtasida va oxirida penaltilar seriyasi evaziga PSG keyingi bosqichga o'tib ketgan. Endigi safar katta ehtimol nima uchundir bu safar Liverpool g'alaba qozonsa kerak deb o'ylayman. Bunga bir qator sabablar bor. Slot har doim ta'kidlab o'tayotgandek, jamoada muammolar aynan realizatsiya bilan bog'liq. Ya'ni vaziyatlarni golga aylantirish bilan. Va statistikaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kechagi uchrashuvda 5xG ga ega bo'lib, jamoa atiga 4 ta gol kiritgan. Va bu uning gaplari bekor gap emas yoki bir bahona o'ylab topayotganligidan emasligini tasdiqlaydi. PSG bilan uchrashuvga katta ehtimol Isak ham qaytishi mumkin. Isak goleador, yaqqol hujumchi, markaziy hujumchi va buni barchamiz bilamiz. Va agar u Newcastle da o'ynagan davridagidek o'yinlar namoyish etib boshlasa, bu PSG uchun katta muammo bo'lishi aniq.
Luis Enrique jamoasi aslida juda ham bu mavsumda juda qo'rqinchli jamoa emas. To'g'ri, Chelsea ustidan g'alaba qozonildi. U yerdagi mayda xatolar evaziga Chelsea taktik jihatlardan xatolar evaziga mag'lub bo'ldi nazarimizda. Endi umumiy bu uchrashuvdagi favorit bizning nazarimizda Liverpool va Liverpool keyingi etapga chiqishi kerak. Angliya jamoasiga biz muxlislik qilamiz albatta. Undan keyingi uchrashuv bu Arsenal hamda Sporting. U turnirdagi favoritlardan biri. O'zi ikkita favorit bo'lsa agar, mana shu mavsumning favoritlari bittasi Bavariya, ikkinchisi Arsenal. Arsenal tan olish kerak, qanday usul bilan bo'lmasin, jamoa g'alaba uchun, natija uchun harakat qilyapti. Va qancha tanqidlarga uchrasa ham, qaysi murabbiylar Arsenalni tanqid qilsa ham, jamoa natijaga erishib kelmoqda va kvadrupl amalga oshirish imkoniyatini saqlab qolyapti. Va eng qizig'i raqibi Sporting. Sporting ham albatta Bodo Glimtni 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, keyingi bosqichga chiqdi. Hech kim kutmagan holatda. Ko'ramiz, bu uchrashuv ham juda qiziq bo'ladi, lekin favorit albatta Arsenal chunki juda ishonchli ketmoqda va juda ishonchli o'yin namoyish etyapti. Barchamizni hayron qoldirib va ayniqsa jamoaning ruhiy jihatdan ancha o'sganligi ko'rinyapti bu mavsumda. Umumiy qilib aytganda, Arsenal hamda Liverpool jamoalari endilikda Angliya klublari shon sharafini himoya qiladi va kelajakda Angliya klublariga biz omad tilaymiz. Barchangizga rahmat. Ko'rsatuvimizni tomosha qilgan barcha muxlislarga rahmat. Oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Bizning Telegram kanalimiz Pseudo Expert Food kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz va ushbu video ostida izohlaringizni qoldiring, like bosing. Rahmat. Obuna bo'lib qo'yishni esa unutmang.